bog'chaga olib kelyapman. Chichib qo'ysang, po'qingni ko'tingni artayapman, ha? Men endi charchaymanmi men ham? Endi xotining olib kelsa, menga qarashsin-da xotiningga. Sen bu qanday oliga qarash? Faqat dam olib yotaymi? Endi shuncha sen uylangancha men ish qilaman, keyin xotining qila olsin shu ishlarni. Mayli. Maylimi? Nima unda men xotinim charchaydi, ish qilmaydi deysan? Charchaydimi xotinim? Odamda. Odam bo'lsa men O'rmas sizga. men unga o'yladigan ish qildirmayman-ku. Men charchamayman, men Robertman. Sen charchaysiz, xotiningni charchaydingizmi? Xotining charchasa, unda nima tarafini olasan xotiningga? Sizga tarafsiz olaman-ku. Nima endi sen xotinimga ish qildirasiz, bu yerga tushmayman deysan. Shu yerga tushasan, xotining uyda ish hammasini qiladi. Yo'q. Nima yo'q? Tilchangizni sug'urib olmay turib chiqasan xotinchangiz bilan qo'shib. Qayerga tushasan? O'zim topgandim. Buqingga yepsan, shu yerga tushasan. Tushundingmi? Yo'q. Shu yerga tushasan, xotining uyda ishlar hammasini qiladi. Tushundingmi? Nima? Nima degani? Nima qiladi xotiningga ish qilsa? Ha? Nima qiladi ish qilsa xotining? Charchaydi. Charchasa o'lib qoladimi? Charchasa o'lmaydi, mana bizim o'lganimiz yo'q, xotining ham o'lmaydi, keladi, hamma ishni qiladi. Men bitta mana shunday ish qilmayman, mana shunday qilib o'tiraman, hamma ishni xotining qiladi. Endi sen o'zing ham qarashsin, tez charchab qolsa. Tushundingmi? Ishga bormay xotining ishini qilib yurasan. Shumochaga o'xshab. Bilammi? Katta bo'lib o'zim nima qilish bilasizmi? Voy, og'zingga chaysan.